Piyoda yurish jismoniy faollikning eng foydali turi hisoblanadi. Erta tongda piyoda yurgan inson salomatligini mustahkamlaydi, umrining uzoq bo'lishiga sabab bo'ladi. Farg'ona tumanida salomatlik uchun 5000 qadam aksiyasi ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilmoqda. Sog'lom turmush tarzi har bir inson uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki odamlar orasida uchraydigan aksariyat kasalliklarni keltirib chiqaruvchi omillar noto'g'ri ovqatlanish va kam harakatlikdir. Demak, sog'lom tana va aqlga ega bo'lish uchun bu omillarning aksini bajarish lozim. Oddiy arifmetik mantiqqa tayangan holda. Vodilli keksa-yu yosh har qaysi fuqaro ushbu haqiqatni naqadar chuqur anglaganini mazkur targ'ibot tadbiri yaqqol ko'rsatmoqda. Hozir 75 yoshga kirdim. Pensiya chiqqandan keyin har kuni ertalab 20 ta mashq bor, upражнениялар degan, shularni albatta bajaraman. O'shaning uchun yengil yuraman, buni ortiqcha bir vazn ham yo'q. Sog'lig'imiz uchun bo'layotgan narsa. Buning uchun hatto o'sha yurtboshimiz qayg'uryaptilar-da biz uchun. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har kuni 5000 qadam yurish sog'lom turmush tarziga erishish uchun yetarli bo'lishi mumkin. Bu jismoniy faollikning eng yuqori samarali shakli, chunki u odamni stresslardan ozod qiladi va mukammal ravishda yurak va qon aylanish tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Ayollarimiz sog'ligiga, keyin ishlash muhitiga ham katta ta'siri bor deb o'ylayman. Chunki yaxshi kayfiyatda boshlangan kun oxirigacha shu kayfiyatda davom etadi. Sog'lom ayoldan sog'lom farzand dunyoga keladi. Mazkur tadbirlarga aholini keng jalb etish borasida mas'ullar tomonidan doimiy targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Viloyatimizda Marvarada hisoblangan Vodil qishlog'ida biz shu joylarda 5000 qadam va ertalabki badan tarbiya mashqlarini o'tkazdik. Bunaqangi tadbirlar hozir har bir tuman shaharlarimizda muntazam bo'lib bormoqda. Undan tashqari o'sha chekka hududlarimizda yosh avlodni muntazam sport bilan shug'ullanishini, muntazam sport to'garaklariga borishini ham nazorat qilinmoqda. Aksiya mobaynida vodillik hamyurtlarimizga jismoniy faollik va to'g'ri tabiiy ozuqalar bilan ovqatlanishning foydali jihatlari yana bir bor tushuntirib o'tildi. Erta tongda jismoniy mashg'ulotlarda chiniqib ruhiyati tetiklashgan fuqarolar keyingi hafta shu kungi tadbirda ham faol ishtirok etishni maqsad qilib oldilar.